2025-yilning dvigatel motordagi eng tejamkor avtomobili bu Chery Tiggo 2 Pro avtomobil bo'ladi. Avtomobil bir turbina dvigatel bilan jihozlangan, 3 ta porshili va 102 ta ot kuchiga ega. Avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Kompaktli shahar ichiga juda ham mos keladigan va barcha qulayliklarga ega. Avtomobilning narxi 214,9 ming so'm. Xohlasangiz avtokredit asosida tan narxidan 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz 15 million foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Yoki rassrochkaga 215 million 30% ni to'lov qilib, sizlar 18 oyga hech qanday foizlarsiz o'z narxida xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Avtomobil hozir birgalikda salon qismini ozgina ko'rsatib o'tib ketaman. Avtomobilimiz 5 ключевой достуp. Qulflaganingizda bakovoylari yopiladi. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Sifatli eko-koja bilan jihozlangan, o'rindiqlarda isitish funksiyalari bor, avtomat korobka bo'ladi. Kattagina lyuk ham bor avtomobilda va zadniy kameralari bor. Eng qizig'i rol elektronik bo'ladi. Qancha tez yursangiz, shuncha og'irlashib boradi. Monitor, hamma sizga kerakli bo'lgan funksiyalarida bor avtomobil. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. Juda ham keng. Maza qilib bitta oila uchun moslashgan Tiggo 2 Pro avtomobilimiz bo'ladi. Shahar ichida rasxoti atiga 5 litr. Danlida bo'ladigan bo'lsa 3-4 litr tashkil etadi. Orqa bagaj kengligiga alohida e'tibor berasiz. Juda ham keng, 420 litr orqa bagaj kengligi. Avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz, do'stlar, tan narxidan atiga bitta bir 50 million plus minus to'lov bilan sizlar bitta pasportga hech qanday foizlarsiz xarid qilish imkoniyatiga ham egasizlar. Agar xohlasangiz, avtokredit asosida ham 5 yilgacha xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. 30% где-то rassrochkaga xarid qilmoqchi bo'lganlarga 60 million atrofida bo'ladi. 30% kelib xarid qilsana bo'ladi do'stlar. Mana endi sizlar kutgan kunlar keldi. Bundan tashqari avtomobil xarid qilgan mijozlarga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolati ham mavjud. Usta zapchastdan endi umuman muammo yo'q, chunki Chery o'zimizning milliy brendga aylanib ulgurdi. Bundan tashqari bu avtomobilimiz o'zimizning Jizzaxda chiqyapti, do'stlar. Ishonsa bo'ladi, zapchastlardan umuman muammo yo'q. Manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzonani yo'lda. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, sizlarga lokatsiyani ham tashab berishadi. Sog' bo'lasizlar.